Assalomu alaykum aziz do'stlar. Biz hozirda Shimkentdamiz, ya'ni Sayram Qorabuloq degan joydamiz. O'tgan safar bir keluvdim, kichkinagina videorolik tayyorlagandik. U paytda qurilish edi. Akamiz bilan tanishtirib o'taman. Akamiz Oybek aka. Fatma Meat Magnat fermer xo'jaligining rahbarlari bo'ladilar. Xudo xohlasa, boshlagan ishlarimizni qay shaklda davom etayotganini va u yoqda hali ishlarimiz ko'p. Bu narsani sizlarga postepенно, etapma-etap tushuntirib o'tamiz. Assalomu alaykum. Oybek aka. Rahmat. Sizga savollar bo'ladi. Tak, qaysi oyda boshladik, esingizda bo'lsa? 2025-yil iyul oyida boshlandi. Iyul oyida boshladik. tekslashni boshlagandik. Tekslashni mart oyida boshlaganmiz. Iyul oyida fundament qurishni boshladik. Fundamentda bugungi kungacha qurilish ishlari davom etyapti. hozirgina bitta qolgan joy, bularda faqat parda bo'ldi aka. Parda bor, ahaklash bor. Mikroklimat bor tepasida. Mikroklimatimiz ham bor, aytgan. Mikroklimat bor. Bu ventilyator tashqi mikroklimat bor. Kvartirada suvlar liniyasi sepib qo'ydik. Mikroklimatimiz bor, parda bor. Kameralarimiz qoldi. Kamera liniyani yurib qo'yib, ustonovkasi qoldi. Ko'p fermalarda bo'ladi, bu joy yarimdan bo'ladi. Akamiz bir boshqacha yangilik o'zgartirish kiritdi. Imенно tepa qismiga ham temir qo'yibdi. Buni aka o'zingiz ixtiro qildingiz? Buni o'zimiz ixtiro qildik endi. Turklar texnologiyasida bir yangilik kiritib qo'yib, bu sefer o'zbekcha texnologiyada. Nimamiz yacheykamiz birday bo'lsin, qora balandlikda. Xo'p, aka yana bitta savol. Har bitta yacheykamiz nechiga nechi? 6 ga 6 har bitta yacheyka. 6 ga 6. Maksimum sig'adigan molimiz 14 dan 18, 17, 18 gacha sig'adi. O'sha ispaniya ko'rdik biz. 14 dan 17, 18 gacha. Maksimum 17 gacha. Shuni ham bari vazniga bog'liq-da. Katta kichikligiga qarab. Katta kichigiga qarab bog'liq. Tak, aka, bular tagiga boyaga siz xohlaganda Shelby pol qo'ydik, ha? Shelby pol. Tagida KKNS Delta Script. Issiq qanaqa bo'ladi? Bu issiqda ham rejalashtirilgan, mana ventilyator bilan qo'yilgan. Har bitta korpusda 12 tadan ventilyator, 3 qatorda mikroklimatimiz bor tepadan. Ko'rsatib o'tdim. Mikroklimat tepadan suv purkab turadi. Ventilyatorning bu suvni nima qiladi? Polni salqin bo'ladi. Va tashqarida production zonalarimiz bor. Produksiya ochiladi, keyin elektron shtorlarimiz bor, o'zingiz bilasiz, hammasi xabarsiz. Keyin buni kuldirmay, ustonovkaga. Endi uni kuldirishni inshaalloh ustonovka qilamiz. Bu issiq sovuq ushlaydigan o'zingiz xabaringiz bor. Nimadan? Agar juda issiq bo'ladigan bo'lsa, shu tushirib qo'yib ham ichga issiq urmaydigan deb mikroklimatni nimani qo'shib qo'yib saqlab turish nimalari bor, suzuvlar bor. Aka, mana приблизительно endi ozgina hisob-kitob qilaylik, chunki odamlar baribir so'raydi, shuncha narsa qanchaga bitta hech bo'lmasa taxminiy narx aytinglar. Quradigan odamlar bor, qiziqadigan odamlar bor. Akamizni bitta ishi yoqdi menga, juda ham yoqqan joyi tepa prozrachniy. Ya'ni prozrachniy как профнастилga o'xshagan plastikda. Aka, buni ham ko'tdan topdingiz? Shu yerda Qozog'istonda. Chunki o'zimiz Qozog'iston tovarlari, hamma xizmatlar Qozog'iston. Chunki quyosh tushishi va tagi qurishi bu juda ham muhim. Molxonaga kirganingizda shunaqa narsa sezasiz, hid yo'q. Ba'zi bir joyga borsangiz, hid bezovta qiladi, ammiak va silosni hidi bezovta qiladi. Bu yerda esa unaqa hid yo'q. Bemalol nafas olib yuraverasiz. Ko'p SNGdagi, ayniqsa bizni O'zbekiston xalqi Qorabuloqqa kelib, o'sha hozir kunda hozir yopiq-u, o'sha ochiq paytda ko'p insonlar kelib mana shu bozorda mol xarid qilgan. Bilasizlar, Qozog'istonda populyarni zotlar qozoq oqbosh, Avlikol, Geriford, Angus, bu yerda o'sha cross bo'lib go'sht yo'nalishidagi zotlar hozir kunda ayniqsa mana shu sever tomondan olasiz aka buqalar. Severdan. Nimaga severda? Mana misol hozir aka yana bitta savol, ozuqani sotib olasiz. Sotib olamiz. Oziqani sotib olishimiz sababi bizni o'zimiz ekin yerimiz yo'q, ekin maydonimiz yo'q. Hammasini sotib olamiz. Yem bo'lsin, cho'p bo'lsin, silos, hamma narsani sotib olamiz hammasini. Molni ham sotib olamiz. Severdan Zabitdan keladi, Zabitdan biz Uralskiy. Sever deganimiz Pavlodar. Vostokdan ham olamiz. Vostok. Nima Sharqiy Qozog'iston, Shigiz Qozog'iston oblasida edi. O'zkemen, Semesh nimalari. Tomonlardan olamiz. Aziz do'stlar, Olmata viloyatidan ham olamiz. Olmatadan ham olib kelasizlar. Bu yerda ham tabiatda boyagi serhosil tabiatda boyagi. Aziz do'stlar, shuncha narsani ko'rsatayotganimiz bilan ozuqa tekinmas ekan, ko'ryapsizlar. Bu yerda nimasi zo'r bo'ladi? Akamiz O'zbekistonga ko'proq go'sht eksport qilasa, 50%ni
ichki rynokka o'tkazsak 50% eksport qilsak degan niyatdamiz endi xudo xolasa. Bo'lsin. Yuqori tashabbusdagilar, akalar bizga ham sal erkinlik yaratinglar O'zbekiston. Chunki biz nimaga unaqa deyapman? O'zbekiston har doim Qozog'istonda mol va go'sht import qilib kelgan, qo'y import qilib kelgan. Nimaga? Chunki Qozog'iston jug'rofiy jihatdan juda ham katta davlat, SNGdagi eng katta davlatlardan bittasi. Va yaylov kengliklar. Men nimaga besh ketaman? Chunki severdan olib kelingan, aka boqilgan go'sht boshqacha. Bu yerda quyosh tegib katta bo'lgan go'sht boshqacha. O'shaning uchun biz o'zbeklar ko'proq kun ko'rgan buqalarning go'shtini yeb keladi. Aka hozir mana shu qoralaringizda общий jam bo'yicha nechta mol bor? Endichi sifr ikkita korpusda hozir 1100 mol bor. Hozir qurilish ishlari davom etyapti bu yerda. Bu yerda ham ko'rsangiz mana tugamasda mana nimalar haklanmagan devorlar. Ulgurmadi, tabii. Ish bo'lib qoldi, mollarni kiritish kerak bo'ldi. Kiritdik endi. Endi bu qolgan kraska, kosmetik ishlar qilinadi, hali bunday ishlar bor. Chala ishlar. Aka o'zingizga yoqdimi? O'zingizga? Endi menga yoqqani hozir 1100 ta mol, допустим. 1100 ta molni agar ruchnoy bo'lganda bitta odamga 50 ta mol normal. 20 ta odamga hisoblab 300 ming tangadan oylik bersangiz 600 ming oylik berish kerak bir oyda. Bir oyda. Hozir bizda 5 ta odam ishlayapti, 400 ming tanga 2 ming oylik oladi. Ham oladi. Biz hozir qurilishga qildik, vложениyani, расходni qildik. Natijani ish davomida Yillar davomida ko'ramiz deb. Shunaqa. Aziz do'stlar, bu narsa birdaniga bo'lmaydi. Chunki chorvachilik biznesi yildan yilga jadal hamma yerda har xil yo'sinda o'zgaradi. Har bitta davlatda o'zini boqish metodikasi bor. Albatta biz boshqa davlatlardan ilm qayerlardandir imенно shu territoriyalarda, ya'ni shu joylarda, shu mintaqada amalga oshirishga harakat qilamiz. Lekin menga yana bir narsasi yoqdi. Ko'plar oxir qiladi. Aka, oxir qiladi. Shunaqa narsa bo'ladi. Men sut yo'nalishidagi fermer xo'jaliklarda, boya Xitoyda ham qo'yganman. Tekisda ko'plar xodimlar ishlab boyaga oxirga ozuqani tashlab beradi. Bu yerda oxirga bitta ozuqa tushar ekan, shun bilan qolar ekan. Ya'ni xodim hech qanaqa qo'shimcha ish qilmas ekan. Ya'ni oxirda o'zi ham yerda, ham molga juda ham. Aka, men bu taxtadan, U taxtadan bo'lganda ham sababi bizni nimamizda, proyektimizda taxta ko'rsatilgan, biz o'ylagan betondan qilamiz deb. Bizga u bilasiz, turklar tushuntirgani, o'zingiz xabaringiz bor. Taxtadan bo'lsa betonga qarang issiq bo'ladi, mol kelib shu yerda yotganda molni semirishiga har tomondan foydali deb shu taxtadan nima qilgan. Endi mana oxirgi qilib ketganimiz sababi biz shunday makanon qilamiz deb qildik. Hozir qurilishda misol uchun bunga ancha rasxod qildik-ku, buni ko'tarib beton, ichi polni beton bu. Buni tekis qilsak hech qanday beton ketmas deb. Hozir biz bu tekis bo'lsa, ovqatni solib ketadi, mol yeydi. Mol yeb turib shunda bunday qiladigan bo'lsa, bu yoqqa surib yuboradi. Uni yana nariyoqqa turib yana bitta odam ishlashim kerak. To'g'rimi? Bitta odamga men bitta odam 5 ming degan oylik beradigan bo'lsam, 1 million tanga rasxod qilaman. Lekin biz 1 yil oylik beradigan rasxodni malonga yo'q, tekin bo'ladi. Shunaqa. Ya'ni bu yerda aziz do'stlar, mana bunaqa narsa ko'plari to'g'ri. Bu loyiha qimmat. Оборудованияni o'zi, chunki akamiz bilan ishladik, shartnoma biz bilan qildi. Men nimaga odamlarga ko'rsatyapman? Bu proyekt hozirgi kunda Osiyoda, mana shu qo'shni davlatlar ichida, Qozog'istonda deylik, bitta bo'lib turibdi, boshqa davlatlar qilmagan. Mana chunki bu proyekt juda ham mushkul, izg'arali deganda boyagi akani o'zi ham tushuntirdi. Tagiga axlat tushib, axlat tashqariga chiqib ketadi va ko'rib turibsiz, buqalar unaqa shaltog'i chiqib ketmagan, axlatga burkanib yotgan joyi yo'q. Va hozir kimdir aytishi mumkin, tagida axlat bor ozgina. Yo'q, bu axlatlar boshqa firmalar, boshqa molxonalarda